Assalomu alaykum. Efirda xabarlar ma'lumot dasturi, studiyada Majnun Ulug'bek qizi. Avval bugungi kunga olingan yangiliklarning anonslari bilan tanishib oling. O'sh shahrida tug'ma nuqson va oyiga yetmay tug'ilgan norasidalarning soni ko'paydi. 7023 bala төрөлсө, алардын ичинен 289 баласы врожденный порок менен төрөлгөн. O'shdagi sil kasalligini davolash va oldini olish bo'limlarini birlashtirish borasida muhokama paydo bo'ldi. Диспансерде чоң адамдарды багы кызмат кылып жүргөн чоң адамдарды буяк кошпогону даже туура эмес бул жердечи. Yosh muxbir Ismanol Muratov xalqning yordamiga muhtoj. Tez orada uning jigarini almashtirish kerak. Xitoyda donor o'zlari topib qo'yib beradi. Yo'qsa $100 ming aylanasida Xitoyda shunday жасалды. Yevrosiyo iqtisod tashkilotining bildirishicha, 2007-yildan avval ishlab chiqarilgan avtomashinalarni olib kirish taqiqlanadi. Yangi reglament haqida qozoq axborot vositalari chop etib chiqdi. Hujjatga ko'ra, 2007-yildan buyon ishlab chiqarilgan avtolarning ekologik ko'rsatkichi ham talabga javob berish kerak. Bundan tashqari, transportda xavfsizlik yostiqchasi, bolalar o'tirg'ichini o'rnatuvchi tizimi va boshqa qulayliklar bo'lishi shart. Eslatib o'tsak, Yevrosiyo iqtisod tashkilotini tuzish haqidagi shartnomaga o'tgan yilning may oyida Rossiya, Qozog'iston, Belorussiya imzo qo'ygan. Qirg'izistonning bu tashkilotga kirish haqida hujjat mazkur yilning 1-mayida kuchga kiradi. 2014-yili terror tashkilotlariga bog'liq 137 jinoiy ish qo'zg'algan. Bu haqda Milliy xavfsizlik davlat xizmatining matbuot kotibi Rahat Sulaymonov mazkur uyushmaning terrorizmga qarshi kurashishga bag'ishlangan ma'lumot yig'inida bildirdi. 2014-yili terrorizmga bog'liq 137 jinoiy ish qo'zg'alib, 76 ish tergov qilinib sudga yuborilgan. Milliy xavfsizlik davlat xizmatining mahalliy rahbariyat, fuqarolik jamiyat va din xodimlari bilan birga yil davomida 600 dan ortiq tushuntirish ishlarini olib borilgan. Suriyaga ketganlarning ko'p qismi 16 yoshdan 20 yoshgacha bo'lganlari bois tushuntirish ishlari ko'proq yoshlarga bag'ishlangan. Suriyaga otlangan qirg'izistonliklar haqidagi ilk ma'lumotlar chiqqandan buyon 200 dan ortiq Qirg'iziston fuqarolari urush bo'layotgan Suriyada ekanligi aniqlangan. O'sh shahrida tug'ma nuqsoni bo'lgan yoki oy kuniga yetmay tug'ilgan norasidalarning soni boshqa yillarga nisbatan ko'payayotganligini shifokorlar bildirishmoqda. 2014-yilda O'sh oblasti bo'yicha 7023 bola dunyoga kelgan bo'lsa, ularning 289 tasi tug'ma kamchilik, yurak kasalligi bilan tug'ilgan. Buning sababi nima? Qanday yo'l bilan oldini olsa bo'ladi? Bu haqda muxbirimiz xabar qiladi. Mutaxassislar bu kabi illat bilan tug'ilayotgan bolalarning soni o'sishini onalarning salomatligini ikkinchi o'ringa qo'yish bilan bog'lashtiradi. 2013-yili O'sh oblasti bo'yicha tug'ma nuqson yoki oy kuniga yetmay dunyoga kelgan 200 ga yaqin norasida ro'yxatga olingan. Hozirgi uchurda былтыркы жылда, мына 2014-жылда төрөлгөн балдардын ичинен эң көбү врожденный порок менен төрөлгөн балдар көбөйдү. 2014-жылы 7023 бала төрөлсө, алардын ичинен 289 баласы врожденный порок менен төрөлгөн. Анын 34 баласы жок болуп калды. Shifokorlar buning barchasi ota-onaning farzand kutishga tayyor emasligi, oldin ola shifokor nazoratidan o'tish kerakligi haqida ma'lumotning yetishsizligi bilan tushuntirishmoqda. Homilador ona o'z vaqtida albatta tekshiruvdan o'tib, o'zining hamda bolaning sog'lig'ini nazorat qilish kerak. Tekshiruvning natijasiga qarab shifokorlar foydali maslahatlar berishadi. O'shdagi oblastlararo bolalarning klinik kasalxonasida davolanayotgan bu ayolning farzandi hozir jonlantirish bo'limida. 3 yoshdan buyon sog'lig'i nochorligiga bog'liq yilda bir necha marotaba davolanib turadi. Onaning so'zlariga ko'ra, Bekbolning dardi ham tug'ma. Babam kelganini bugun pятница kuni kelganmiz. 2-yanvar kuni kelib, kechinde saat 1'de tushdik. Тяжелое состоянияда keldik. Balamdın diagnozu mukopolisakaridoz. Bunun лечениясын көпчілігі алып барып көрдік. Жақсы натижа болбой атат. Көріп тұрасыңар өзің ордаған.
O'sh, Jalolobod, Batkan oblastlardan kelgan bemorlarni qabul qilgan O'shdagi oblastlararo bolalar kasalxonasi 520 o'rinli, lekin ba'zida 700 dan ko'p bemorlarni qabul qilishga to'g'ri keladi. Hozirgi vaqtda mazkur kasalxonada davolanayotgan bemorlarning asosiy qismini tug'ma nuqson bilan dunyoga kelgan norasizlar tashkil qiladi. Hozirgi kezde o'g'rilarning og'ir ahvolda tushganlari aslında bayağı virüs dep gripten keyin осложнение bo'lib pnevmoniya bo'lib tushganlar ko'p bo'lib o'tadi hozir. O'shanda ele anomaliya развития, tug'asa kemtik tirilgan bolalar ko'p tushib o'tadi. O'shanda ele umr qaylardan bayağı shu tirilga jetpay tirilgan o'g'rilar ko'p tushib o'tadi. Bugungi kunda homilador ayollar orasida kamqonlik, temir modda va vitaminlarning yetishmovchiligi ko'p uchraydi. Shifokorlar buning sababi oddiy. Ona iste'mol qilgan taomlarga e'tibor berib, vitaminlarni ko'p sabzavotlar bilan oziqlanishi kerak deyishadi. Agar o'z vaqtida shifokorlarga murojaat qilsa, barchasi nazorat qilinishi qo'shimcha qilishdi. Острое многоводие менен ооруган энелерден, анан учетко убагында турбаган энелерден төрөлүп атат. Анан алар Россия основном көбүнчө Россиядан келген энелерден төрөлүп атат. Алар өз убагында учетко турбайт, наблюдение кылынбайт. Анан бияка келишет дагы көбүнчө порог развития менен төрөлүп атат балдар. Bu kabi illat bilan tug'ilib, tuzalmay vafot etganlar ham bor. 2013-yili 25 shunday holat bo'lsa, o'tgan yili 34 nafar go'dak vafot etgan. Madina Ulug'bek qizi Albina Joloyeva, Azam Buzrikov, Intimaq. O'shda sil kasalligini davolash va oldini olish bo'limlarini birlashtirish masalasiga bog'liq sobiq rahbariyatdan buyon kelayotgan muhokamaga yangi ministr Batraliyev borib aralashdi. Lekin masala hal etilmay, aksincha kuch oldi. Muhokamaning asl ma'nosi bolalarning sil kasalxonasini, sil dispanserini hamda sil kasalligini oldini olish sanatoriyasini birlashtirishda bo'lmoqda. Batafsil muxbirimiz xabar qiladi. Qirg'izistonning avvalgi Sog'liqni saqlash ministrligi milliy strategik reja asosida O'shdagi sil kasal shifoxonalarini qisqartirishga qaror qilgan. Uning asosida bolalarning O'sh oblast sil kasallar shifoxonasi, silni oldini olish sanatoriyasi va sil kasal dispanseri biriktirilgan edi. Ошол амбулатордук дарылооду биз кеңейтип атабыз. Анын биринчи проекти 12-жылы USAID-тен качественный здравоохранение деген проектиде биз Ысык-Ата районунда ушул амбулатордук лечениянын эффективдүүлүгүнү аныктоо боюнча ошол жерде проект 1 жыл иштеди. Ошол проекттин негизинде амбулатордук түрдө дарылоонун эффективдүүлүгүн көрсөттү. Анан быйыл могорогон 14-жылы саламаттык сактоо министрлигинин приказы боюнча ошол амбулатордук, толук амбулатордук дарылоо. Shifoxonalarni biriktirish masalasi bo'yicha o'lkaning fitizatriya markazining rahbari O'sh shahridagi sil kasal markazlarining shifokorlari bilan yig'in o'tkazdi. Yig'in yopiq eshik ortida o'tib 3 soat davom etdi. Uning yakunida nimalar qabul qilingani haqida milliy fitizatriya markazining rahbari quyidagilarni aytdi. Komissiyani tüzdük, межведомственный бул жерге комиссияга Фомстон, анан кийин департамент лекарства обеспечениеден бардыгын коштук, облсовпрофсоюздан кошулду. Баягы прием передача боло турган комиссиянын толугу менен биз эки больницанын жетекчилигинин ыраазычылыгы менен кайрадан карап чыктык. Мында убактысынча бир директорду бир больницанын главврачын шайладык. Бул больницанын главврачтыгы konкурс менен гана аныкталат. Азыр жакын арада konкурс башталат. Sil kasalxonalarni optimallashtirish loyihasining ba'zi yo'nalishiga barchasi ham ma'qul kelmadi. Masalan, bolalar sanatoriyasi bilan bolalar shifoxonasini birlashtirib, oradan 50 o'rinni qisqartirishga hech kim qarshi chiqqani yo'q. Biroq ambulatoriya davolash dispanserini ham bolalar kasalxonasiga qo'shish bahslarga sabab bo'ldi. Ambulatorный дарыланууну көбөйтөбүз деп. Биздин туп диспансер Ош районундагы туп диспансерибиз бар. Ошондо кошуп койду да. Ошону кошкондо амбулатор детский мына балдар ооруканасына чоңдорду бириктирип койду. Эч качан балдар ооруканасы деп туруп, анан Ошто баягы чоңдорду туп диспансерде чоң адамдарды баягы кызмат кылып жүргөн чоң адамдарды буяка кошуп койгону даже туура эмес бул жердечи. Asosan O'sh shahrida sil kasalga qarshi kurashadigan 4 ta muassasa bor. Hozirda uning 3 tasi birlashish arafasida. Bunday taklifni yangi tayinlangan Sog'liqni saqlash ministri O'sh shahri va oblastidagi kasalxonalarning holati bilan tanishuv paytida aytgan edi. Shu bilan birga ministr
Twitter sil kasallik bilan og'rigan bolalar shahar kasalxonasida davolanayotganda bir qancha qonun buzarliklar bo'lganini aytgan. Talantbek Batiraliyev kasalxonaning qaramog'idagi 11 gektar yer avvalgi rahbarlar tomonidan sotilib ketilganini ma'lum qildi. 11 gektar yer bu shahar bo'yicha shular sotilib ketgan. Birle bizdiki emas. Ошол биздин ооруканада мына ушул эле турган жерден 60 сотик жер менен 2 здание кошулуп сатылган. Ошол районда туп диспансерибиз бар, ал жерде 2 имаратыбыз кошулуп сатылып кеткен. Ошол мына ооруканабызды кайтарып алдык. Ошол райондагы бир имаратыбыз кайтарып, экинчи имаратыбызды азыркы мезгилге чейин соттошуп, өткөндө мен соттошуп утуп алган эдим. Men utishim menen bular meni ishdan chetlattirishdi. Biroq 4 muassasaning har birining o'ziga tegishli yerlari va bir qancha binolari bor. Uning ba'zilari har xil vaziyatlarda xususiylashtirilib ketgan bo'lsa, ba'zilari sud orqali yana qaytarilgan. Ministrlikning birlashtirish loyihasi asnosida qancha mablag' sarflanishi haqidagi ma'lumotni olishni imkoni bo'lmadi. Milliy fitizatriya markazining rahbari kasalxonaning qaytarilmagan mulklarni qaytarish harakatlari to'xtamaydi deb va'da berdi. Milliondan oshiq muhojirlar endi Rossiya hududiga kira olishmaydi. Rossiyada qonuniy yurish muddatini oshirib yuborgan muhojirlarga bir necha yilga chet davlat hududiga kirish taqiqlanadi. Bu muhojirlik haqidagi qonunlarga kirgan o'zgarishlarning 10-yanvardan boshlab kuchiga kirishiga bog'liq. Mazkur ma'lumotni Federal migratsiya xizmatining rahbari Konstantin Ramadonovskiy Interfax agentligiga bildirdi. Uning so'zlariga ko'ra, yangi qonunlar bo'yicha Rossiyada qonuniy yurish muddatini 120 kundan o'tkazib yuborganlarga 3 yil, 270 kundan oshirib yuborganlarga 5 yil mamlakat hududiga kirish taqiqlanadi. Rossiya hududida noqonuniy 1 yildan ko'p yurganlarga hududga 10 yilgacha kirish man etiladi. Federal migratsiya xizmatining ma'lumotiga ko'ra, hozirgi vaqtda Rossiyada 3 million atrofida muhojir bor. Ularning ko'pchiligi MDH davlatlarining fuqarolari. Ularning ichidan millionga yaqini Rossiyada qonuniy yurish muddatini 1 va bir necha yilga oshirib yuborgan. O'shdagi tijoriy banklarning ko'pchiligi mijozlarga pullarni rublda bera olishmayapti. Bu haqda O'sh shahrining yashovchilari xabar qilishdi. Ular O'shdagi bir qancha banklarni aylanib, Rossiyadagi yaqinlari yuborgan pullarni rublda olish olmayotganligini xabar qilishgan. Milliy bankning O'sh oblast boshqarmaligi banklarni nazorat qilish bo'limining rahbari Chingiz Ismanov Milliy bank rublni sotishga cheklash haqida hech qanday ko'rsatma bermaganligini bildirdi. Uning aytishicha, ba'zi banklarda rus valyutasini qolmay qolgani bu tabiiy. Sababi Rossiyadagi muhojirlarning yuborgan mablag'ining hajmi ozayib ketib, ba'zi banklarning kassasida rubl qolmay qolgan. Bundan tashqari, aholining rus valyutasi bahosini o'sishini kutib, rublni sotmayotgani ham bunga sabab bo'lishi mumkin. Bu tendensiya uzoq davom etmaydi, dedi Ismanov. Yosh hamkasbimiz Maral radiosining O'shdagi muxbiri Ismanali Muratov xalqning ko'magiga muhtoj. Tez orada uning jigarni almashtirish kerak. Bunday operatsiya chet davlatlardagina yirik mablag'ga amalga oshiriladi. Uning do'stlari, hamkasblari hozirda Ismanaliga hayot bag'ishlar degan aksiyani boshlab yuborishdi. Ularning muxbirning hayotiga befarq bo'lmagan fuqarolarni qo'ldan kelishicha yordam berishga targ'ib qilishmoqda. Mavzuni muxbirimiz davom ettiradi. Ismanali Muratov 25 yoshda. U 2011-yildan buyon jigardagi alveokokkoz dardi bilan og'rib keladi. Aniqroq aytganda, uning jigarida alveokokkoz qurti bor. Tibbiyotda u qurtni davolab tushirishga imkoniyat yo'q. Operatsiya yo'li bilangina jigarni qurt joylashgan joyini kesib tashlash kerak yoki jigarni yangisiga almashtirsa bo'ladi. Boshqa iloj yo'qligidan 2012-yili Ismanali jigarini o'ng tomoni bilan o'tini oldirishga majbur bo'lgan. Biroq shifokorlar qurt joylashgan qismini yana kesib olishga bo'lmasligini aytishgan. Sol tarafındagi bir qon tomir qolganda, o'shal qon tomirining tubida joylashib qolgan emedan qurtdan. Jana tamirda qisib turadi. Bu qurtni kesib olgan kezde janaga tamir kesilib ketishi mumkin deb, shunday qo'rqinch bor deb operatsiya qilishgan yo'q. Endi bir gana yo'li bor, ani boshqa o'lkalarda almashtirish, bu yerda almashtirish kerak. Aldan qimmat turadi. Endi darishib yurur, al jag'ib pesheningdan deganday ele so'zda aytishgan. 3 oyning ichida sen ayvay qiynalib qolasan. 3 oyga chaynla boradi degan so'zlarda aytishgan. 1 yildan keyin u balki boshqa joylarda jigarni almashtirmay operatsiya qila olar degan umid bilan analizlarini Turkiyaga yuboradi. Keyin Turkiyadan kelib ko'r, operatsiya qilishga harakat qilamiz. Unga taxminan $20,000 atrofida mablag' sarflanadi degan javob keladi. Imanali u yerga boradi.
Tekshiruvlardan keyin shifokorlar operatsiyaga 20% kafolat bera olishini aytadi. Bundan boshqa bittagina yo'li bor. Jigarni almashtirish. Iloj boricha tezroq deyishadi. Menda андай мүмкүнчүлүк жок экендигин айтып түшүндүргөндөн кийин, андай болсо сен азыр убактылуу биз жанагы тосулуп калган куртту кысып калган тамырларды ачып эме кылайлы. Кичинекей бир операция менен ошентип жана тамырлардын ичине түтүкчө салып ачып жөнөтүштү. Алар дагы 7 айга чейин барат бул. 7 айдын ичинде сен аракет кылып донор тауып кайра кел, операция кылабыз деп айтышкан. Biroq operatsiyaga ketadigan mablag' katta summada bo'lganligi va donor bo'ladigan kishi o'zining yaqinlaridan bo'lishi kerak degani Ismanalini oqsatadi. Oilada ikkitagina tug'ishganlar bo'lganligi bois akasining jigarini yarmini olib uni cholajon qilgisi kelmaydi. Shuning uchun oilasidagilardan operatsiyani yashirib, aksincha yaxshiman deb qo'yadi. Biroq kasali kuchayib, bundan xabar topgan yaqinlari operatsiya qildirishga qaror qilishib, Turkiya, Xitoy yoki Hindistonda qildirishni taxmin qilishmoqda. Tuğanlarımızdan bir ökөsü çıgıtat, men bereyin degan. Biroq alardın emesini taqtab körelekpiz ali. Bayağı DNK'sı, kan gruppası, başqası tuura kelebe kelbeybi degan dagı maseleler bolar eken. Alar tuura kele turgan bolsa, oşalar boluşu mümkün. Kelbey turgan bolsa, bul Xitayda donor özdörü taup koyup beret. Dep atышат. Bir $100,000 aylanasında Xitayda shunday jasalatdi. Bul dagı Şanghayda. Lekin bu mablag'ni tez orada topishga Ismanali oilasining imkoni yetmaydi. Uning ahvoli esa kundan kunga yomonlab boryapti. Do'st birodarlari Ismanaliga hayot baxsh et nomli aksiya uyushtirib, pul to'plashmoqda. Hozirgi uchurda Ismanga $80,000 o'lchamida, $80,000dan $120,000 чейин бул эми ошол оорунун кайсыл деңгээлде экендигине жана операциянын кайсыл чет өлкөлүк медициналык клиника менен сүйлөшкөндүгүбүзгө байланыштуу болот. Балким $80,000 болушу да мүмкүн, же андан да кымбат болушу мүмкүн да. Балким кээ бир ишкерлер үчүн бул аз акча болгону менен, бирок бизге бул аябай көп акча болуп жатат. Ошон үчүн азыр акцияны баштап, ишкерлерге, ошол эле учурда карапайым элге бардыгына кайрылуу менен чыктык. Hozir mazkur aksiyaning asnosida $5,000 ning atrofida mablag' to'plangan. Aksiya tashkilotchilari bu summani iloji boricha tezroq 2 oy ichida to'plashga harakat qilishmoqda. Баягындай бири-бирине ушу сөзсүз түрдө акча беришке милдеттүү эмес. Бирок эми колунда бар адамдар же болбосо мүмкүнчүлүгү бар адамдар бар. Ошол $80,000, $100,000 акчаны жөн эле бир машина сатып алып, ошол машина менен жүргөн адамдар бар. Аларга деле баягындай шек келтиргибиз келбейт, бирок ошол бир колунан келишинче жардам берип койсо деген сураныч бар эле. Ушу коомчулуктун баарынан ушул 100 сом болобу, 1000 сом болобу, колдон келишинче ушул бир адамдын, бир ушул жаш үй бүлөнүн жанагы тагдырын сактап калуу үчүн колунан келишинче бир көмөк көрсөтүүсүн өтүнөт элек. Uyushtiruvchilarning aytishicha, fevral oyida O'sh, Bishkek shaharlarida estrada qo'shiqchilari ishtirokida xayriya konserti o'tkaziladi. Yana xuddi o'sha oyda O'shdagi Olimbek Dodxo dam olish joyida Ismanaliga hayot baxsh etish bilan o'z sog'lig'ingni asra nomli aksiya uyushtirish rejalanmoqda. Aksiya va konsertdan tushgan mablag' Ismanalining operatsiyasiga sarflanadi. Bundan tashqari Ismanaliga yordam berishni istaganlar bo'lsa, quyidagi raqamlar yoki bank hisobi orqali yordam berishlari mumkin. Ra'noy Nazarova, Nazgul Axunova, Aybek Ibragimog'lu, Intimaq. Shimoliy janubiy yo'lga qo'shimcha $20 million kerak. Shimoliy janubiy yo'lning 100 kilometrdan oshig'i Jalolobod oblastining hududiga o'tadi. Yo'l qurilishdagi loyihada yo'l chetidagi toza suv quvurlarini va suv quvurlarini almashtirish qaralmagan. Shu sabab bu ishlarni amalga oshirishga qo'shimcha yana $20 million kerak. Bu haqda Transport va kommunikatsiya ministrining hududdagi vakili Aqjolbek Begaliyev Azatliqqa bildirdi. Jalolobod baliqchi yo'lining umumiy uzunligi 433 kilometrni tashkil qiladi. Qurilishga yalpi $850 million talab qilinadi. Batkenning yashovchilari O'sh Batken-Isfana aylanib o'tuvchi yo'lni qurishni iltimos qilishdi. Bu haqda ular KSTP fraksiyasining deputatlari bilan bo'lgan uchrashuvda bildirishdi. Isfana shahrida bo'lgan uchrashuvda shahar aholisi bir qator masalalarni ma'lum qilishdi. Mahalliy aholining so'zlariga ko'ra, O'sh Batken-Isfana fuqarolar yashagan yerlarni oralab o'tadi. Shu sabab aylanib o'tiluvchi yo'l qurish masalasi ko'tarildi. Yangiyer qishloq hukumati bilan Qulundi qishlog'ida esa toza suv, ichimlik suvi hamda oqar suv bilan ta'minlash masalasi
muhokama yaratmoqda. Mahalliy yashovchilar suv chiqaruvchi nasos stansiyalarini qo'llanish qimmat ekanligini ta'kidlab, suvni qo'zg'algan soydan olish masalasini qo'yishdi. Fuqarolardan pul olib, tez orada pasport olib berish narxi 10% ga arzonladi. 1-yanvardan boshlab ID kartani tez tayyorlashning muddatiga qarab 450 so'mdan 650 so'mgacha olinadi. Umumiy fuqarolik pasportini tez orada tayyorlash uchun esa 900 so'mdan 1100 so'mgacha to'lanadi. Bu xizmat bo'yicha narxni arzonlatish qarorini Monopoliyaga qarshi kurash agentligi Davlat infokom ishxonasiga yuborgan. Hozir esa hamkasbim sizlarni xalqaro yangiliklar bilan tanishtiradi. O'tgan tunda ko'ngilli jangchilar Ukraina tomonga 14 marta o'q uzgan. Bu haqda Ukraina rahbariyatidan ma'lum qilishdi. Jabrlanganlar yo'q. Biz o'z umrimizga xavf tug'ilgandagina o'q uzamiz, deyishadi Ukraina kuchlari. Tomonlar o'tgan yilning 5-sentyabrida tinchlikni saqlash bo'yicha Minsk shartnomasiga imzo qo'ygan. Biroq hududdagi o'q otishlar haqidagi ma'lumotlar kunora bo'lmoqda. Urugvayning prezidenti Jose Mujica oxirgi 5 yilda 550 ming dollarini muhtojlarga yordam berishga sarfladi. Uning 500 ming dollari kambag'allar uchun oila qurishga sarflandi. Dunyoda lol qiluvchi deb sifatlangan Mujicani o'zining o'lkasidagilar eng gadoy prezident deb atashadi. Hozirda uning oilasining boyligi 2 ta eski avtomashinalarini, 3 ta traktorini qo'shib hisoblaganda 200 ming dollarga baholanadi. Jose Mujica mazkur yilning mart oyida prezidentlik xizmatidan bo'shaydi. Xitoyning Harbin shahrida muz va qor festivali 31-bor o'tkazilmoqda. Ular muzdan yasalgan bino, saroylar, ko'zni quvnatadigan haykallarni ko'rishga kelganlar. Muz shahrini qurish uchun jahonning eng zo'r ustalari mehnat qilgan. Festivalgacha ulangan festivalga kelib, uylanish to'y o'tkazish an'anasi bor. Charlie Hebdo jurnaliga hujum qilganlar yo'q qilindi. Maxsus xizmatlar Parijdagi nasroniy do'koniga hujum qilish orqali 3 kundan buyon butun Fransiyani qo'rquvda ushlagan terrorchilarni yo'q qilishdi. Hajviy jurnalining 12 nafar xodimi o'ldirilgandan keyin aka-uka Kaushilar nasroniy do'koniga kirib borib 4 kishini o'ldirgan. 17 nafar xaridorni asir olishib, politsiya bilan so'zlashuvlar olib borishga harakat qilishgan. Kuch tizimlari do'konga hujum qilib, terrorchilarni harakatiga chek qo'ydi. O'limidan 2 soat avval Kuashi Fransiya telekanallarining biriga qo'ng'iroq qilib, Islom davlati guruhining nomidan ish yurgizayotganini, Falastindagi musulmonlar uchun shu ishga borganini va shu sababdan nasroniy do'koniga hujum qilganini aytishga ulgurgan. Pokistonning Rawalpindi shahrida xudkush shiyalar masjidi oldida o'zini portlatib yubordi. Uning natijasida 8 kishi vafot etib, yana 20 ga yaqini jarohat olishdi. Terrorchi bombani masjid ichida portlatmoqchi bo'lgan, biroq bomba kirib ketayotganda ishlab ketgan. Shu sababdan qurbonlar ozroq bo'ldi. Hozircha bu voqeaga hech bir guruh javobgarlikni olmagan. Rossiyada musulmonlar uchun uyali aloqa vositalari sotuvga chiqdi. Telefonga namoz vaqtlarida eslatib turadigan vosita o'rnatilgan. Apparatning xotirasiga 5 mahal namoz o'qiydigan vaqtni o'rnatib, qo'ng'iroq chalib turadi. Telefonda arab va rus tillarida Qur'onning elektron varianti bor va har bir suralarni o'qish uchun qulaylashtirilgan. Apparat islomning an'anaviy ranglari hisoblangan yashil, qizil va qora ranglarida sotuvga qo'yildi. Tashqi korpusi sharqona uslubda oltin o'ymalar bilan bezatilgan. Apparat sohibiga Makka qaysi tomonda ekanini ko'rsatib turadi. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz shulardan iborat edi. Bu va boshqa ma'lumotlarni www.ntmx.kg saytidan va 106 FM to'lqinlarida transit axborot dasturidan olishingiz mumkin. Ko'rishguncha xayr, omon bo'ling. Qirg'iz gidrometdan olingan ma'lumotga ko'ra 11-yanvarda yurtimizning ayrim hududlarida qor yog'ishi mumkin. Havoning harorati Botken oblastida kechasi 5 daraja sovuq, kunduzi 4-9 daraja iliq bo'ladi. O'sh oblastida kechasi 5, kunduzi 4-9 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Jollobod oblastida ham kechasi 5, kunduzi 4-9 daraja iliq bo'ladi. Norin oblastida kechasi 18-23, kunduzi 7-12 daraja sovuq bo'ladi. Talas oblastida kechasi 3-8 daraja sovuq, kunduzi 1-6 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Issiqko'l oblastida kechasi 1-6 daraja sovuq, kunduzi 1 daraja sovuqdan 4 daraja iliqqacha ko'tariladi.
Chuy oblastida kechasi 2-7 daraja sovuq, kunduzi 1-6 daraja iliq bo'ladi. Poytaxtimiz Bishkekda ertaga yog'ingarchilik kutilmaydi. Havoning harorati kechasi 4-6 daraja sovuq, kunduzi 3-5 daraja iliq. Shahrimiz O'shda ham ertaga yog'ingarchilik kutilmaydi. Havoning harorati kechasi 2-4 daraja sovuq, kunduzi 6-8 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.